erta tongdan o'zimizning Perezda probkachasida turdik. 20 minut tezyurar poyezd bilan Abishni poyezdni o'tkazib yubordik. Hammaga xayrli tong. 4 ta bundan o'rtasi, 4 ta bundan o'rtasi. Qarang ana. Nega pul istaganmi? Xullas, Streytelli magazinga keldik. Nimalardir o'rtayapmiz. Tarafdagini ollarsiz, chap tarafdan. Xullas, o'rtdik. Qolganini Jigulga o'rtamiz. Rakvaga buni qaydan oldingiz? Damazlar qasi to'ldi, endi Jigulga o'rtayapmiz. 7 xalta. Xullas 7 xalta Jigulga o'rtayapmiz. Damazda joy yetmay qoldi. Og'ir diska ko'payib ketdi. Zakaz yasab berishingiz kerak-da. Ish ko'rishga keldik, rang-barang. Har xilchasida. Butun boshli usta boshchiligida. Bilmadim qanaqa eshik yaxshi, ko'ramiz. Mana shu eshikni olyapmiz. Mana shu eshikda savdo qilyapmiz. Nima deysizlar? Taxtaga bo'lsang taxta qimmat, temirga bo'lsang temir qimmat. Tushunmayman men. Ortish jarayoni. O'sha eshikni oldik. Mana. Kobulchaga ortdik. Endi shu bilan ketdik. Rossiyada Velbrasida, O'zbekistonda uzun market. Hech bulardan qutulib bo'lmaydi, ishonaveringlar. Bular nima bilan o'zini ko'p-so'f qilgan tushunmayman. Xullas, mana shu qarabachani oldik. Ichida shu nimalardir bor qaroq. Ertalabdan moykachadamiz. Moykacha qilamiz mashinani. Aytaymi? 6-7 sm olib ketdi. Bu banani o'rni. Xullas shu yerdan banya tushadi. Polnisda dush, push hamma narsasini qilamiz. Mana bu yerda katta stol ishlayapti. Pasoblik qabaka. Pasoblik qabaka. Bunisi uyda ham qilish kerak. Polnisda remont